بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bugungi juma ma'ruzamiz fitna fasoddan saqlanaylik mavzusida bo'lib o'tadi. Hurmatli jamoat, dinimiz o'zaro do'st birodarlik, tinchlik totuvlik, hamfikrlik va hamdardlik, ilm ma'rifat, samimiylik va o'zgalarga yaxshilik xohlash kabi oliy ilohiy g'oyalar ustiga qurilgan. Shu bilan birga dinimiz shirk va nifoqdan, barcha yomon xulq-atvorlardan, ochiq va yashirin buzuqliklardan, odamlar orasida fitna va fasod tarqatishdan qaytaradi. Bugungi suhbatni ham aynan fitna fasoddan uzoq bo'lishga bag'ishlaymiz. Zero ko'pgina fitna fasodlar noshukrlikdan kelib chiqadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday deydi: Astag'firu billah va iz ta'azzana robbukum la in shakartum la azidannakum va la in kafartum inna azabi lashadid. Sadaqallohul azim. Yana Robbingiz sizga e'lon qilgan narsalarni eslangiz. Qasamki, albatta bergan ne'matlarimga shukr qilsangiz, albatta ularni yanada ziyoda qilurman. Bordiyu noshukrlik qilsangiz, albatta azobim ham juda qattiqdir. Ibrohim surasi 7-oyat. Fitna so'zi Qur'oni Karimda sinash, imtihon qilish, sharmanda qilish, azob, kufr, qatl, fitna qiluvchi, haq yo'ldan adashtiruvchi kabi turli ma'nolarda ishlatiladi. Bularning ichida bizning mavzuga tegishlilari azob, kufr va qatl ma'nolaridir. Chunki Alloh taoloning yerida uning bandalari orasida kufrning g'olib bo'lishi va odamlarni azobga solish va qatl qilish bilan fitna chiqarish eng katta gunohlardan biridir. Fitna so'zi Qur'oni Karimda sinash, imtihon qilish va sharmanda qilish, azob, kufr, qatl, fitna qiluvchi, haq yo'ldan adashtiruvchi kabi turli ma'nolarda ishlatiladi. Bularning ichida bizning mavzuga tegishlilari azob, kufr va qatl ma'nolaridir. Chunki Alloh taoloning yerida uning bandalari ichida kufrning g'olib bo'lishi, odamlarni azobga solish va qatl qilish bilan fitna chiqarish eng katta gunohlardan biridir. Islomda fitnaning odam o'ldirishdan ham yomonroq deb hisoblanishi, uning xatarlari bir kishining o'ldirilishidan ko'ra ancha keng ko'lamga ega ekanligi va natijada minglab begunoh odamlarni qoni to'kilishiga sabab bo'lishi bilan izohlanadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday deydi: Astag'firu billah val fitnatu akbaru minal qatl. Sadaqallohul azim. Fitna esa qotillikdan ham kattaroq gunohdir. Baqara surasi 217-oyat. Ibn Daqiq al-Id rahimahulloh aytadilar: tiriklik fitnasi odam hayoti chog'ida unga duch keladigan dunyo hoyu havaslari, turli shahvatlar va johiliy ishlardir. Ishlarning xotimasi, ya'ni o'lim paytidagi fitna yana ham qattiqroqdir. Fitnaning yomon tomoni shundaki, ko'pchilik uning asl mohiyatini anglamaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilar: jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, bu dunyo toki qotil nima uchun o'ldirayotganini, maqtul nima uchun o'ldirilayotganini bilmaydigan kun kelmaguncha yo'q bo'lmaydi. Bu qanday ro'y beradi deyildi. Harj, ya'ni fitna aralashgan urush bo'ladi. O'ldirgan ham, o'ldirilgan ham do'zaxda dedilar. Imom Muslim rivoyati. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yana shunday marhamat qilganlar: albatta kelajakda ko'p fitnalar bo'ladi. U vaqtda
jim o'tiruvchi tik turuvchidan yaxshi. Tik turuvchi fitnaga qarab yuruvchidan yaxshi. Yuruvchi yuguruvchidan yaxshidir. Kimki fitnani kuzatib tursa, uni o'ziga jalb qiladi. Demak, kim boshpana yoki panoh bo'ladigan joy topsa, o'shani lozim tutsin dedilar. Imom Buxoriy rivoyati. Tinchlik, salomatlik katta ne'mat. Ular bor joyda rivojlanish, erkinlik bo'ladi. Shu kunlarda ham fitna o'choqlarida qurbon bo'layotgan, uy joysiz qolib, qochoq bo'lib, urushdan qo'rqib, bolalarini maktabga ham chiqarmay qo'ygan millionlab insonlar bor. Bu voqealarni tafakkur qilgan kishi aslida inson o'z uyida xotirjam istirohat olishi ham ulkan ne'mat ekanini anglaydi. Alloh taolo fitna va qiyinchilikda qolgan insonlarga ham xotirjamlikni qaytarsin. Jonajon o'lkamizni turli xil fitna fasod va balo ofatlardan o'z hifz va himoyasida saqlasin. Xalqimizni tinch, xotirjam va farovon hayotini bardavom qilsin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.